Banihoyat bir hafta deganda Redline Farg'ona jamoasi Gag Ayon V modelimizda 2025 restoran bo'ladi bu. Ruskasiya va Purlaziyada xizmatlarimizni taqdim etdik. Hozir bu qator ichini ko'rsatib o'tamiz. Mashina bizga kelganda to'liq holatda Xitoy tilida edi. Endi bo'lsa, ko'rib turganlaringdek rus tilida. Endi bemalol komfortlardan foydalanib, tushunib, maza qilib ishlatsa bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, ba'zi настройки, звук, sistema, уведомления, bular hammasi rus tilida. Xo'p, приложениyalarga kiramiz. YouTube'ni tekshiramiz. YouTube'da mana muammosi ishlayapti. Bemalol ruldan ham boshqarsa bo'ladi. Xo'p. Yandex navigator. Привет, Alisa. Alisa ham mana muammosi ishlayapti. Xo'p, eng kerakli приложениyalardan yana bittasi kontrakan bo'ladi. Bu ham mana muammosi ishlayapti. Shundoq yuchani bossak, shundoq bu tomonga chiqib oladi. YouTube bilan bir vaqtda o'zida foydalanib ketsa bo'ladi. Bazaviy radarlarda aytib ketadi, baza bo'yicha. Xizmatlar bo'yicha o'zimizga aloqaga chiqinglar. Gag ayonlarni почти hamma modeliga qo'limizdan kelgancha ruskasi qilib beramiz. Приложение bilan aloqaga chiqaverasizlar.